Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Hammanglarning hozirgi vaqti xayrlik bo'lsin. Anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining mashhur shaxslar programmasi. Men programma riyosatchisi Arman Nurijon. Jungoda Amerikaning eng dastlabki rock cho'lponlaridan Elvis Presley, hard rock muzika atirti va Bob Dylanni nurg'un kishilar tonimaydi. Biroq Michael Jackson desa, tonimaydigan odam yo'q deyarlik. Michael Jackson bugungi zamondagi tangdishi yo'q ruh naqsh cho'lponi. Buningga butun dunyo muzika sohasidagilar va har qanday kishi ko'z yumolmaydi. Uning 5 yosh chig'ida muzika va usulga bo'lgan alohida talanti bayqalgan. Keyin har bir chiqargan plastinkalari rekord yaratib, sanoqsiz mukofotlarga erishgan. Uning naqshlari yuraklarga cho'nqur singib, mangu astin ko'tarilmaydi. U yana kishini hayron qoldirgudek yaxshiliklarni qilgan. O'smir bolalarni qutuldirgan. Afrikaga yordam bergan. Uning chiroyi, odati, nikoh ishi va turmushi qatorliqlarning hammasi axborot sohasidagilarning mangu qiziqadigan parang temasidir. Muzik talanti va muzika uchun o'chmas tuhfalarni qo'shgan bu dangdor shaxs haqida ko'plagan ishlarni bilmaslik nurg'un kishilarni afsuslantirdi. Biz bugungi programmamiz orqali Michael Jacksonning qisqacha tarjima holini radio anglag'uchi do'stlarga so'zlab beramiz. Michael Jacksonning o'sib yetilishi, muzikaga qo'shgan tuhfalari va kishilar ko'ngil bo'ladigan har xil temalarni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Undaqda diqqatinglar programmamizda bo'lsin. 1958-yili 29-avgust tarix betida qolgudek bir kun bo'ldi. Shu kuni kechida Amerikaning Indiana shtati Geri shahridan bir o'g'il buvoq dunyoga ko'z ochdi. U bu oiladagi 9 farzandning 7-chisi edi. Mana u keyingi kunlikda dunyoga keng tonilgan rock naqsh cho'lponi Michael Jackson. Michaelning dadasi Joey Jackson Indiana shtatida tug'ilgan. Michael dunyoga ko'z ochgan chaqda u bir po'lat zavodida ishlaydi. Bu xizmat nihoyatda jafoliq, zerikishlik bo'lg'achqa ich pushqini chiqarish uchun bekor chaqlarda muzika chalatdi. Michaelning opasi Katarina Sikro Alabama shtatida tug'ilgan bo'lib, magazinda ishlaydi. Umu naqshi muzikaga hirisman odam edi. Erining ishdan sirt muzik chelishini intayin qo'llaydi va muzikalardan huzurlanadi. Joey qarindoshlari bilan birlashib, Ferkenes nomli kichik muzika attirtini qurib, rock va birois naqshlarini chelishga boshladi. Ular Michaellarning uyida mashq qiladi. Shunga Michael va uning aka-ukalari rock va birois muzikalari ishida cho'ng bo'lgan. Gerçi u chaqda Michael texi kichik. Bu muzikalarni tushunib ketolmasa-mu, lekin uningga bo'lgan ta'siri cho'ng bo'lgan. Uning aka-uka, och singillari Marian, Jezi, Taito, Jemayin, Lataya, Marlon, Rande va Jeanetlarga mu ta'siri cho'ng bo'lgan. Keyin Michael va akallari bilan birlashib, 5 qarindosh Jacksonlar muzika attirtini qurgan. Bu atrat cho'ng muvaffaqiyatga erishgan. Michael darajadan tashqari cho'lpon bo'lgan. 9 farzandning kenjisi, ya'ni eng kichigi bo'lgan Janet Jackson mu Amerikaning naqshi munbiridagi eng danglik cho'lponlarning biri bo'lib qolgan. Michaelning bola chaqlaridan tartibla naqshi aytishi sirtqi kuchning besimi, ya'ni ota-onasining majburlashidan bo'lmasdan, balki butunlay o'zining qiziqishidan bo'lgan. U naqshi aytishni xuddi odatdagi nafaslanishdak tabiiy his qiladi. Shunga u naqshi aytadi, naqshiga qaynoq hissiyot bilan beriladi. Michaelning dadasi Joey bilan qarindoshlar qurgan Ferkenes muzika attirti mashqni davomli ularning uyida olib boradi. Sabi Michael va akallari Jezi, Taito, Jemainlar hamisha bir bahona sabablar bilan ularning yeniga kirib oladi. Ularning aşı muzika asboblariga chaqilib baqqusi keladi. Lekin dadasi gitarga tegishga ruxsat yo'q deb gapni ochiq aytgan. Demisimi, dadasi gitarni jenidan aziz ko'radi. Michael va akallari
Apsi oshxona uyga kirib ketgan chaqlarda gitarni yo'shurunchi o'zlarining o'ylariga ochiqib, unalg'u yoki radio muzikalarga tankash qilib kelishadi. Oxir apsi bu ishni sezib qoldi. Ular qo'rqib ketishdi. Lekin apsi bolalarning gitarni chelishining zini yo'qligini, ko'chidagi yomon bolalar bilan o'ynab yurgandan ming afzal ekanligini o'ylab, bolalarning dadisiga aytmasligi ma'qul bo'ldi. Bir kuni ular gitarning bir tal tarini uzib qo'ydi. Tarni ulashqa amal bo'lmaganlikdan shu peta asta akirib joyiga qo'yib qo'ydi. Dadam ko'rsa uni o'zi uzilib ketgan o'xshaydi deb qolar deb o'ylashdi. Dadisi qaytib kelib ahvolni ko'rgandan keyin ochiqlab ketdi. Mixail sirtqa chiqib mo'kinib oldi. Aksi Tayto qo'rqinidan karvatni dumi yetib yig'lashga boshladi. Dadisi gitarni ko'tarib karvat yeniga keldi. Tayto teximi qo'rqib ketdi. Biroq dadisi, "Qani chelib baq. Hunaringni ko'rib baqay" dedi. Tayto g'ayratga kelib, o'zi pishiq biladigan bir necha muzikani astoydil chaldi. Dadisi anglab, uning gitarni o'yin o'rnida emas, balki rasmiy o'rganganligini bildi. Dal shu chaqda balalarning apisi kirib uningga, "Balalar naqshi muzikaga havas qiladi ekan. Ularni o'z mayliga qo'ysak" dedi. Dadisi gap qilmadi. Biroq shu kundan boshlab balalarning muzika mashq qilishini to'smadi. Pat-pat ular chalgan muzikalarni tanshab turdi. Joey qurgan Ferkenes muzika atirti oz to'lib pul topdi. Bu pul uyga lozimlik narsa kerak setilishga daldi bo'lib qoladi. Shunga u muzika atirtidan ayrilib qolsa bo'lmaydi. Biroq u paydin-pay ko'proq vaqtini uyga qaratadigan, balalarga gitar chelishni, muzika bilimlarini o'rgatadigan bo'ldi. Qiziqishi urg'ib turgan bolalar bu bilimlarni butun vujudi bilan berilib o'rgandi. Maktabda muzika darsi bor edi, lekin bu anchiki bilimlar bolalarning talabini qondira olmaydi. Bir kuni dadisi uyga nihoyat kech qaytdi. Ishdan kirishigina bolalar uning qo'lini kayniga tutib, birini meni yo'shurib turganligini ko'rib qoldi. Chiroydan kulga, sho'xlik urg'ib turgan dadisi qo'lidagi narsani shartida chiqardi. U gitar, valildab turgan qizil gitar edi. Balalar cho'rqirishib ketdi. Gitarni Taytoga keldim. Sizlar ishlasanglarmi bo'ladi dedi dadisi. Bu Mixail oilasidagilar uchun unutilg'usiz kun bo'ldi. Shu kundan boshlab ular o'zlarini qurollantirishga boshladi. Jimoyin bir bas gitar va to'xchatquchqa, jezi vibratorga, yana boshqa narsalarga ega bo'lishdi. Eng oxirida ular mikrofonga erishdi. Bu mikrofonning Mixailga foydasi cho'ng bo'ldi. U kichik turibla mikrofonni qandoq ishlatishni, ovozni qandoq qilib voyaga yetkazib chiqarishni o'rganib oldi. Halbuki nurg'un kishilarning ovozi yaxshi bo'lgani bilan mikrofon oldida uni ichiga tushib ketadi yoki xuddi mikrofon hojat emasdak unining boricha varqiraydi. Sansizlagan kishilar Mixailning jazbilik naqsh sadosiga mahliya bo'ldi. Oshiq bo'ldi. Baholug'uchilar bas-basda uningga ovoz qo'shdi. Mana bu uning kichikidili tarbiyalanganligining natijasi edi. Jackson akufkalar oxir o'z oldiga muzika atirti tashkilladi. Biroq ordagi chatma dumboqchi va feskarmonchi sirtdan taklif qilingan edi. Mixail naqshini balalarcha ovozda aytdi. Xeli chaqlargacha u bu xil ovozni do'rab aytib yurdi. Uning naqshini aqllari butun zehni bilan anglaydi. Mixail usulg'umo mahir edi. U avval aksi Marlondan o'rgandi. Keyin o'z oldiga yangi harakatlarni qo'shib o'ynab ketalaydigan bo'ldi. Shunda qilib, boshlang'ich maktabning 1-yilligida o'qiyotgan Mixail maktab uyushtirgan konsertga qatnashdi. Ota-onasi uningga qora ishdan oq ko'ylak kiygizdi. U muzika ovozi filmidagi har bir toqqa yomishish degan naqshini aytdi. U naqshini tugutishi hamon butun zalni guldiras olqish sadolar qopladi. Hatto ba'zilar olqish yangirtib o'rinlaridan turishib ketdi. Muallimi xo'shallik yoshlarini to'kdi. Mixail bu ko'rinishdan cheksiz shodlikka cho'mdi. U odatdagicha aytgan bu naqshining shuncha olqishga erishib ketishini o'ylamagan edi. Bu muzika atirti mashqni uzildirib qo'ymadi. Dadisi ularni talantliklar musobaqasiga tunishtirib qo'ymoqchi bo'ldi. Amerikada
yezi bozorlardan shahar, shtatlargacha cho'ng kichik ko'lamda bu xil musobaqalar o'tkazilib turadi. Musobaqada muzik xumarlar o'zlarining san'at mahoratini ko'rsatdi. Plastin shirkatimi mushundaq fursatlardan foydalanib talant egillarini qezib chiqardi. Musobaqaga qatnashish uchun mashqni texmi kuchaytirishga to'g'ri keladi. Har kuni maktabdan qaytibla bolalar jafoliq mashqni boshlaydi. Dadasi ularning yanida turib yetakchilik qiladi. Fikrni o'ttirg'a qo'yadi. Ba'zida texi ularni savobni qo'yadi. Mashq ba'zida yarim kechigacha davomlashadi. Sirtin qo'shilgan ikkilan bu atratdan chiqib ketishdi. Shuning bilan bu atrat a'zolari Mixail, Jimayin, Jezi, Tayto, Marlon bilan muqimlashib qoldi. Ularning orasidagi hammadan kichiki Mixail edi. Dadisi doim ularning muzika atratining qaysi teatrxonalar uyushtirgan naqshi musobaqalariga qatnashsa bo'ladiganligi, cho'lponlarning sahna kiyimlarida qandaq yangiliklarning borligi, qandaq o'zgacha harakatlarning ijod qilinayotganligi haqida uchur to'plab turadi. Muzika atrati davomli o'yin ko'rsatishga qatnashib turg'achqa, ular Gere shahridagi tomoshabinlarga tonish bo'lib qolgan edi. Shunga bolalar uzib chiqish uchun tirishdi. Alg'a ilgariladi. Har xil ishdan sirtqi naqshi musobaqalari va talantlilarning mahorat ko'rsatish musobaqalariga qatnashishining o'zi bolalar uchun nihoyatda obdan mashq edi. Sahnada 10 minut turib, ikki naqshi aytish uchun ko'p energiya va ajr ketadi. Halbuki bu Mixailning amdili 6-7 yosh chog'lari. Bu muzika atrati boshqa muzika atratlari bilan raqobatlashadi. Ularning ichida yangidan o'rganayotganlarmi, komediya artistlarimi, naqsha va usul artistlarmi bor edi. Gohida ular necha 100 kilometr yiroqlikdagi joylarga berib, shu yerning yerlik naqshchilari va muzika atratlari bilan musobaqaga tushadi. Dadasining yetakchiligi bilan bolalar har jihatdan to'liq hozirlanadi. Kiyim-kechak, oyoq, choch pasoni qatorliqlar. Albatta, hammadan muhimi muzika, naqsha va usul edi. Shunda qilib, ular borganligi yerda natija qozonib mukofotga erishadi. Bolalarning yelkisidagi besimmo ig'ir. Mixail naqshining boshlamchisi edi. Agar u naqsh tekstini unutib qolsa yoki naqshi ohangini buzib qo'ysa, oqibatini qiyos qilg'usiz. Musobaqadan qeyb qolmaslik uchun og'rib yotgan Mixailning o'milab turib sahnaga chiqqan chog'larimi bo'lgan. Mixail har qitim sahnada naqshi aytganda hargiz tomoshabinlar orasidagi tonishlarga qarab solmay, bo'lmasa diqqatim chechilib ketadi deb o'z-o'zini ogohlantirib turadi. Mixailning aytadiğini sapda dangliq naqshlar bo'lg'achqa, cho'qim aslidagi naqshchilardanmi yaxshi aytishga tirishadi. Chunki u naqshlar kishilarning quliqiga allburun singib ketgachga, sal-pal ketib qolsalar, mana-man deb chenib qoladi. Shunga aslidagisidanmi yaxshi aytgandalar alqishga erishgili bo'ladi. Mixail 8 yosh chig'ida Oltin shahar talantliqlar musobaqasiga qatnashib, Qizchig'im degan naqshisi bilan muvaffaqiyat qozondi. 5 qeyrindosh mukofot lo'nqisini bas-basti qo'llaridan tushirmadi. Bu musobaqa Geri shahridagi eng nopuzliq musobaqa sanaladi. Shunga cheksiz hayajon va baxt ilkiga cho'mgan bu qeyrindoshlar mashinada uyga qaytqucha mukofot lo'nqisini xuddi bovoqni ko'tirgandek avaylab tutishdi. Bugünkidek mushundaq eysanglar, ular mukofotni sizlarga bermay turolmaydi. Amdiki nishoninglar Chicago shahri, dedi dadasi. Chicago Amerikaning o'rta qismidagi eng cho'ng shahar. Amerika suv va quruqlik qatnashining tuguni va sanoat markazi. U Mixaillarni eng muqim xizmat va kishilarning eng yuqori bahosiga erishtira oladigan joy ham bu qeyrindoshlarni butun mamlakatga yuzlantiradigan xalqliq o'tgan. Shunga butun oiladagilar bu shaharni qanday bo'ysundirish haqida inchkilik bilan plan tuzdi. Dadasi ko'p vaqtini bolalarning ish uchun sarf qildi. Ozg'ina vaqtnila zavodga ajratdi. U Geri shahridagi talaylik apandi bazmaxonasidan bolalarga vaqtliq ish tepib berdi. Ularning taraf-tarafga chepib yurib, charchab ketishining va zo'r chiqimning oldini oldi. Mixail amdili 9 yoshda edi. Ammo akillar topdan chiqqan qiziqchilar, royal chalg'uvchilar
va yalang'ochlanish usulchilari bilan birga numur ko'rsatdi. Apsi bazmaxonadagi bu muhitning Mixail va akillariga ta'sir qilib, ularni yo'ldan chiqarib qo'yishidan ansiraydi. Balalarmi bu yerginishlik joydan tezroq chiqib ketishni o'ylaydi. Ammo bu bazmaxonada bir mazgil o'yin qo'yishga to'g'ri keladi. Ular tunji qaytim butun maydon o'zlari yolg'iz o'yin qo'ydi. Garchi xizmat jafoliq bo'lsa-mu, ularning yeshi kichik. G'am andisi yo'q. Muzikaga bak hiris bo'lg'achqa nihoyat tezlik ko'nib ketdi. Ular o'yin qo'yg'ach bazmaxonadagilarga chaqchaq qilib qo'yatdi. Alayliq naqsha aytayotgan orliqda ichimlik ichib qo'yatdi yoki bir tarafdan naqsha aytqach tomoshabinlar orasiga tushib, ustallarning ustiga o'milab kirib, ular tashlab qo'ygan parcha pullarni yanchiqlarga selib oladi. Mixail tug'ma talantliq bo'lganlikdanmi o'yin qo'yganda hargiz jiddiylashmaydi. Keyingi chaqlarda uning naqsha va usuli bilan butun Amerika va butun dunyoni bo'ysundirishi hargizmi asossiz emas edi. Bir kuni dadisi uyga bir dona un olg'u lentisi elib keldi. Lentidagisi Mixaillar faqatla anglab boqmagan naqshlar edi. Ular odatda radio va un olg'u lentalaridagi eng moda naqshlarni o'rganib, konsert va musobaqalarga qatnashadi. Dadisining lentidagi tayini yo'q bir necha naqshni qayta-qayta qo'yib berishi ularni gangirtib qo'ydi. Dadisi balalarga bu naqshlarning bir do'sti, ya'ni Kayiz ismli naqshi ijodchisining ijodiyati ekanligini, Kayiz apandining balalarga qiziqib qolganligi, bir haftalik mashqdan keyin balalarning bu naqshlarni plastinkaga ololmaydiganligini ko'rib boqmoqchi ekanligini aytdi. Bu gapni anglab Mixail va akillarining beshi osmonga yetdi. Chunki o'zlarining plastinkasini chiqarish ularning uzundan bo'yanqi orzusi. Yangi naqshi o'rganish moda bo'layotgan naqshlarni o'rganishdek o'ng'ay emas. Biroq balalar xuddi kasbiy artistlardek butun zehni bilan mashqqa kirishib, jafoga chidab tayyorlikni puxta qilishga boshladi. Biroq un elish boshlanganda balalar tamtirab qoldi. Qayta aytish jarayonida asta odatlanib, o'zlarini erkin tutdi. Oxir naqshlar unga elinib bo'lindi. Balalar Kayiz apandining o'zlariga qanday baho beradiganligini kutib, ansirab o'ltirishdi. Bir necha kundan keyin dadisi Kayiz apandining yana bir qancha yangi naqshi elingan un olg'u lentisini elib keldi va o'zining Kayiz apandi bilan birga balalar uchun birinchi plastinkasini ishlab chiqarmoqchi ekanligini aytdi. Bu xabarni anglab, balalar xo'shallikdan shu hamon mashqqa kirishib ketdi. Kayiz aslida bir ishchi. Naqshi muzikaga qattiq havsi bo'lg'achqa, o'zi un olg'uxona qurib, Po'lat shahar deb nom qo'ygan. Bir shanba kuni ertigini Mixail va akillari Po'lat shahar un olg'uxonasiga keldi. Kayiz ularni ichkariga boshlab kirdi va sinov qilib anglash uyini ko'rsatdi. Ondan har xil uskuna, asboblarning iqtidorini so'zlab berdi. Balalar ularning har bir tushuntirishlarini cheksiz hayajon va qiziqish ilkida anglag'achqa jiddiylishlari asta yo'qoldi. Mixail yo'g'on bir naushnikni taqib olgan. Akillari qandoq turish va muzikani qandoq chelishni so'zlashayotganda, ularga moslashib beradigan bir necha naqshchi va duxovoy orkestri kirib keldi. Mixail akufkalar ularni o'zlaridan keyin naqshi o'rindaydiganlar bo'lsa kerak deb o'ylab qolishdi. Ularning o'zlari bilan tang o'rindaydiganligini bilganda ham hayron qoldi, ham xo'shal bo'ldi. O'zlarini shuncha e'tiborga elinganligidan hayajonga cho'mdi. Hammaylar birdek Kayiz apandining qo'mondonligiga bo'ysunadi. Bir necha soatdan keyin birinchi naqshi unga elinib bo'ldi. Mixail va akillari bir naqshini munda qayta o'rindashga ko'nib ketgachga qilcha jafo his qilmadi. Biroq jo'r bo'ldigan naqshchilar va duxovoy orkestridagi a'zolar herib holidan ketdi. Ular ilgari mundaq inchik talabga uchrab boqmagan. Shundala Mixail dadisining o'zi va akillariga qilgan jafoliq ajrni tushunib yetdi. Shuningdan keyin uda necha shanba kuni Mixail va akillari, naqshchilar va orkestr a'zolari bu unalg'uxonaga kelib bir haftadan bo'yon o'rgangan yangi naqshlarni lentaga oldirib turishdi. Plastinka oxiri bitib chiqdi. Kayiz apandi Mixail va akillariga o'yin qo'ygan chaqlarda va o'yindan keyin setishi uchun
taqlid qilib ishlangan buyumlardan bir oz sovg'a qildi. Tunji plastinkasining ishlanishi va qepig'i o'z ismlarining besilishi Mixail va akillarni cheksiz shodlikqa cho'mdirdi. Biroq bu oshkora nashr qilinadigan plastinka emas edi. Ularning shirkatga berib rasmiy plastinka ishlashga texi xili uzun vaqt bor edi. Tunji plastinkasini ishlab bo'lgandan keyin Mixail va akillari nishonni Chicago'dagi talantlilar o'yin qo'yadigan barliq musobaqalarga to'g'irladi. Bu chaqda 5 qarindoshning nomi Chicago'ga xili tarqalgan. Nurg'un kasbdoshlarini qo'rqitib qo'ygan. Bu qarindoshlarning yesh tex kichik, bo'ylari pakar edi. Bir qitim o'yin qo'yish oldida Jezi ushdan tut qo'rsqini tutqunicha qaqoqlab kulib, o'zini to'xtata olmay qoldi. Ular hozirli sahnaga chiqadi. Mundaq sahnaga chiqsa, Jezi cho'qim diqqatini yig'olmay chataq chiqaradi. Qarindoshlar qattiq sarosimiga tushdi. Tutib bo'layotgan dadasi Joey uning yeniga berib bir nimalarni dedi. Jezi dadasining qo'liqiga bir nimalarni dedi. U Jezini quchoqlig'icha qaqoqlab kulib ketdi. Qarindoshlar zodi nemish bo'lib ketganligini bilmay ansirab ketishdi. Dadasi bolalarga eng oxirda o'yin qo'yadigan bir necha artistning parangini Jezining anglab qolganligini. Ardın bir aylanning bugun oqshom 5 qarindosh Jeksonlarning ichidagi heliq pakinakning oldida mat bo'lib qolmayli jumo deganligini aytgan edi. Bu so'zni anglab qarindoshlar xush bo'lib ketishdi. Jimayin, Tayto, Marlonlarmo kulib ketdi. Biroq Mixaillar xafa bo'lib qoldi. Uning yeshi hammadan kichik bo'lg'achqan, bo'yimi hammadan pakar. Shunga xalqlar uni pakinak deb olgan. Dadasi Mixailning domsiyib qolganligini ko'rib, uni ularning mundaq gaplarni qilishi sizlarning iqtidoringlardan qo'rqanligi ham sizlarni bola emas, o'zlaridek cho'ng odam qatorida ko'rganligi deb basladi. 5 qarindosh Chicago'dagi bir necha esil klublarda o'yin qo'ygandan keyin dadasi Joey ularni Xon jamoat teatrxonasida o'tkaziladigan naqshi musobaqasiga tizimlatib qo'ydi. Natijada bolalar 3 hafta elib berilgan musobaqaning hammasida g'alaba qildi. U chaqda mundaq bir qoida bor edi. Agar qaysi musiqa atirdi yoki qaysi artist ishdan sirtqi artistlarning naqshi aytish musobaqasida ular 3 hafta chempion bo'la olsa, bir qitim haqli o'yin qo'yishga taklif qilinadi. Boshqa qarindosh ilgari bazmaxonalarda haqli o'yin qo'yib baqqan bo'lsa-mu, lekin u yerda ko'rishga muyassar bo'la oluvchilar necha 10 yoki 100 cha odam bo'ladi. Bu qitim ular taklifga binoan necha ming tomoshabinga o'yin qo'ydi. Ular bilan birga o'yin qo'yuvchilardan yana Gladys Knott va chaqqan chaqchiqchilar musiqa atirtimi bor edi. Shundaqdimi, balalar sahnada tamkinlik bilan qobiliyatini namoyon qilib, guldiras olqish sadosi ichida qoldi. Chicago'dagi hayvatlik nopus ko'p shaharni 5 qarindosh bo'ysundirdi. Amdagi nishon qayer? Dadasi va balalar tangla New Yorkdagi Apollo teatrxonasini ko'zlashdi. New York Amerikadagi eng cho'ng shahar. U siyosiy, iqtisodiy va madaniyat markazi. U yerning naqshi musiqa saviyasi mamlakat bo'yicha eng oldingi o'rinda. Shunga Apollo teatrxonasida g'alaba qila olasizlar, 5 qarindoshning butun Amerikaning hamma yerida g'alaba qila oladiganligida gap yo'q edi. Joey va bolalar Chicago'dan sharqqa, New Yorkka yurish qildi. Orqaga muxbirlar kirib olg'achqa yo'l ustida nomi chiqib ketdi. Shunga New Yorkka yetib kelishigila va texi dastlabki musobaqaga qatnashmay turibla Apollo teatrxonasi ularni bevosita darajadan tashqari ish musobaqasiga qatnashtirdi. U chaqda ular bilan birga sahnada o'yin qo'ygan Gladys Knott, Joey va bolalar bilan so'zlashgan. Balalarning Morton plastinka shirkatiga berishini umid qiladiganligini aytgan. Demak, balalar ko'zga ko'ringan edi. Ular to'xtamliq musiqa atirti bo'lish, haqiqiy plastinka nashr qildirish oldida edi. Qarindoshlar New York ko'chalarini qiziqish bilan aylanib chiqdi. Hammaga zan soldi. Ular o'zlari bilet setib olib, boshqa artistlarning o'yinlarini ko'rgili bordi. Mixail artistlarning harakatlaridan tortib, astoydillik bilan ko'rib, hammani o'rganib olishga, esida tutib olishga tirishdi. Aqallisi artistlarning qo'lini qandoq ko'targanligi,
mikrofonni qandaq tutqanligi qatorliqlarning hammasi kichik Mixailning nazaridan qochib qutulolmadi. Dang chiqargandan keyingi Mixail shuni e'tirof qildiki, u kichik chig'ida ko'plagan danglik artistlardan nurg'unlagan narsalarni o'rganib olgan. James Beethoven, Sam va Davi, Jesse Wilson, Ojes musiqa atirdi. U ana shu artistlarning o yo'lini ayminib turib ko'rayotgan chig'ida, ko'nglida kunlarning birida cho'qim ularni biz tushuman degan niyatga kelgan. Xo'sh, radio anglovchi do'stlar, vaqt e'tibori bilan bugungi mashhur shaxslar programmasi mushu yerda oxirlashdi. Ishonimizki, mashhur shaxslar programmasi sizni mashhurlar bilan eng yaqin holatda uchrashtirgusi.